bo'lyapti. Kim hayotda umuman ko'rmaysizda. Faqat pul aylantiryapsiz bu yoqda. Eng ko'p boyib ketib, o'zini psixologik yomon holatga olib tushib qolayotganlar juda ko'pchilik mazmunsiz ishida. Deyarli hammasi mazmunsiz ishida. Butun dunyo hozir o'zida yo'q muammoni o'ylab topyapti. Chunki mazmunsiz ishda hamma kasal. Chunki biz mazmunni yo'qotyapmiz. Ayniqsa korporatsiyalarning hosil bo'lishi, ayniqsa kapitalizm rivojlanishi, undan oldin industrial davrda tasavvur qiling. Tom ismi Henry Ford keldida, odamlar oldin to'liq bitta mashinani ishlab chiqarishda bitta odam mashg'ul edi. Yo'q dedi, bo'liylik bo'ladi, chunki efficiency oshadi dedi. Hamma o'zini kichkina qismini qilish kerak. Kichkina u mashina ishlab chiqarishni to'xtatdi odamlar. Odamlar kichkina bir bo'lib bo'lishni boshladi. O'shandan boshlandi. Katta korporatsiyalar, Google bo'ladi, Amazon, Facebook hammasida juda ko'p mahsulotlarni kichkina qismida ishlashni boshladingizmi? Sizga yoqmaydi. Anaqani ko'rgan bo'lsangiz kerak. Charlie va shokolad fabrikasida dadasi qo'yib o'tiradi, unaqa qilib qo'yib. Aslida shuda ko'pchilikning kasbi, masalan, konveyer. Next guyga o'tkazish kerak. Xuddi shunaqa. Keyingisiga keyin mazmunsiz mana boshida bir yil maza qilib ishlaydi, chunki oylik zo'rda. Keyin addicted-ku, voz kecha olmayapti, ish yoqmasa ham qolib ishlaydi. Mazmun borasida tezroq narsa aytganingizga hayolim kelib qoldi. Men o'qituvchilarga yil boshida treyning o'tyapman-da. Birinchi qo'rqdim. O'qituvchilarni ish kunini 70% stress o'tadi. Ya'ni stress bo'ladi, xotirjam emas. Chunki bolalar tabiiy, shovqin, darsga tayyor bo'lmaslik, universitetga ishlash. Bu xuddi ish, bu. Bas true ish o'qituvchilar. Keyin tushuntirdim, o'qituvchilar shunchalik ishlaydi, mashina olmaydi, boshqa aqlli, o'zidan aqlli sinfdoshlarga qaraydi. U aqlliroq, aqlli masala bo'lib ketayotganini ko'rib turadi. Mana shunaqa qildim. Rahat qolishdi. Nima bu trening bu o'zini qonish kerak emasmi deydi. Ichkaridagi anaqani yutib oldim men birinchi. O'zlariga aytdim. Qarshi kelish mumkin bo'lgan hamma narsani yutdim, lekin bitta statistikani ochdim, qaraylar endi. Shunga qaramaydi. Arbitrary statistikasini yig'ib keldim. Endi asosan Amerikada yurtadi bunaqa statistikalar, ya'ni kim nima kasallikdan olgan, necha yoshda bo'lgan va qaysi shaharda yashagan, nima kasb qilgan, oila qanaqa, o'limlar statistikasi Amerikada yurtadi, gazetalardan chiqarib oldim. O'shanda o'rtacha yosh, aholini o'rtacha yosh necha yoshda o'lyapti? 72 yosh yoki 68 yosh shu payt. 68 yosh o'rtacha o'lyapti. Va turli kasblar bo'yicha kesimi. Bu hozir chiqyapti, masalan 68 yosh, moliyachi, 70 yosh, mid nurse nima bo'ladi? Hamshira 73 yosh, mana shunaqa shifokorlarni ko'rsatdim. Shifokorlar hattoki mana 74 yosh. O'zi shu sohada masalan o'qituvchilarniki necha yoshda bo'lisizlar? Taxmin qilyapti. Endi stress boshqa deysiz-ku. Kamroq bo'lsa kerak. 87 yosh. O'rtachasi bu. O'rtachasi. Ya'ni bu maksimum emas, bu average. Hammamiz taniymiz-ku, mulkillab 70-80 yoshda dars o'tirgan o'qituvchimiz maktabda. Hammada bor shunaqa bitta o'qituvchi. Ha, bilasizlarmi nega? Bilasizlarmi nega? Chunki bu odam har kun ishga chiqar ekan, stress bor, to'g'ri, qiyinchilik bor, chunki bolalar har doim ekan kimda. Lekin men u nima qilayotganini aniq biladi. Uni bir kunda 8 soatli ish vaqti bo'lsa, shunda to'xtab nima qilsan hozir desangiz, sizga tushuntirib beradi. Men bularga nima tarbiya qilaman? Yo, men bunga matematika o'rgataman, yo, men bu yerda men bu savolga javob beraman, yoki buni hayotda yaxshilashga hissa qo'shaman, yoki ishga foydali qilaman, jamiyatga tayyorlaman, joyim javobi bor. Ya'ni u nima ma'no mazmun bor. Zo'r kasb bor. Bu o'sha o'qituvchilarni intervyu qiladigan maktab direktori. Maktab direktorini pitch qilishim kerak men doim ishini, chunki o'ta noyob qadrlar olamiz bu pozitsiyaga, biz odatda o'qituvchilar olamiz. O'ta noyob odamlarni ko'ndirishim kerak maktab direktori bo'lishga. Shunda bitta statistikani aytaman, bu anaqa kitobida ham keladi. MGD Macron kitobida ham keladi. Shu yerda aytaman. O'qituvchilik maktab direktori kasbidan biror odam boshqa kelmaydi. Hech qachon ketmagan. Ya'ni u Google masala.